Akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va me'morchilik ilmiy tadqiqot institutining hosilga kirgan Pink Lady olma bog'idamiz. Ushbu olma navlari ichida eng kech pishar olma navi hisoblanadi. Ushbu olmalarga bir qancha zararkunandalar va kasalliklar o'z zararini yetkazadi. Zararkunandalarga to'xtaladigan bo'lsak, zararkunandalardan olma mevaxo'ri, bir qancha shiralar, qalqondorlar zarar yetkazishi mumkin. Kasalliklarga to'xtaladigan bo'lsak, parsha, manilyoz, unshudring, bakterial kuyish va bir qancha kasalliklar o'z zararini yetkazadi. Kasallik qo'zg'atuvchi mikroorganizmlar olma bargida, mevasida, olmani tanasida kasallik qo'zg'atuvchi mikroorganizmlar saqlanib qolishi mumkin. Ushbu kasallik qo'zg'atuvchi mikroorganizmlardan xoli bo'lish uchun bardoq suyuqligining 1 va 3% li eritmalaridan foydalaniladi. 1% li eritmasi o'simliklarni o'sha shira harakati boshlanishi bilan gullash davri oldidan qo'llanilsa, 3% li eritmasi esa o'simliklarni o'sha qishki tinim davriga ketganda, kech kuzda va qishning sovuq kunlarida qo'llashimiz mumkin.